Agar telefoningizga davlat xizmatlari profilingizga yoki bank ilovangizga hozir ijro etilmoqda degan yozuv chiqsa, buni oddiy xabar deb o'ylamang. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u sizning pulingiz, avtomobilingiz, hisob raqamingiz, chet elga chiqishingiz, hatto mol-mulkingiz bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun men sizga hozir ijro etilmoqda degan nimani anglatadi? Qachon xavotirga tushish kerak? Qachon bu oddiy texnik holat bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, bunday vaziyatda qanday harakat qilish kerakligini juda aniq tushuntirib beraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki ko'pchilik aynan bilmaslik sababli hisob raqamidan pul yechilib ketganidan, mashinasiga taqiq qo'yilgandan yoki qarzi 2 barobar ko'paygandan keyin harakat qilishni boshlaydi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Hozir ijro etilmoqda degan ibora odatda biror qaror, jarima, qarzdorlik, sud hujjati yoki vakolatli organ chiqargan talab ijro jarayonida ekanini bildiradi. Oddiyroq aytsam, sizdan yoki siz bilan bog'liq shaxsdan ma'lum bir majburiyatni bajarish talab qilinmoqda va bu talab endi shunchaki qog'ozda turmayapti, balki amalda undirilishi, bajarilishi yoki majburiy tartibda amalga oshirilishi mumkin. Ilgari odamlar bunday holatni ko'pincha kech bilardi. Masalan, jarima yozilgan bo'ladi, sud qarori chiqqan bo'ladi, aliment bo'yicha ijro varaqasi yuborilgan bo'ladi. Lekin fuqaro bu haqda faqat pochtadan xat kelganda yoki majburiy ijro byurosi xodimi eshik o'qib kelganda xabar topardi. Ba'zida xat eski manzilga borardi, odam boshqa joyda yashardi. Natijada men bilmagan edim degan bahona amalda foyda bermasdi. Chunki tizimda hujjat yurib ketgan, muddatlar o'tgan, qarzdorlikka qo'shimcha xarajatlar qo'shilgan bo'lardi. Hozir esa ko'p narsa elektron tizimga o'tgan. Davlat xizmatlari, bank ilovalari, soliq tizimi, MIB ma'lumotlari, VX jarimalari, sud qarorlari va boshqa elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Shu sababli fuqaro yoki tadbirkor o'ziga nisbatan qandaydir ijro ishi ochilganini ancha tezroq ko'rishi mumkin. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rib, uning real oqibatlarini tushunmaydi. Kimdir qo'rqib ketadi, kimdir umuman e'tibor bermaydi. Ikkalasi ham noto'g'ri. Bu yozuvning mazmuni vaziyatga qarab farq qiladi. U jarima undirilayotganini bildirishi mumkin. U sud qarori bo'yicha pul undirish jarayoni boshlanganini bildirishi mumkin. U aliment, kredit qarzi, kommunal qarzdorlik, soliq qarzi, shartnoma bo'yicha qarz, ma'muriy jarima yoki boshqa majburiyat ijroda ekanini anglatishi mumkin. Demak, birinchi qoida, yozuvni ko'rdingizmi? Darhol uning manbasini aniqlash kerak. Asosiy qismbek nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan holat shuki, odam bank kartasiga oylik tushishini kutadi, pul tushadi, lekin bir qismi yoki hammasi yechib olinadi. Keyin bankka boradi. Bank esa biz emas ijro hujjati bo'yicha yechildi deydi. Fuqaro MIBga boradi. U yerda esa sizga nisbatan ijro ishi bor, hozir ijro etilmoqda deb tushuntiriladi. Mana shu yerda odam tushunadi, jarayon allaqachon boshlangan. Masalan, bir kishi yo'l harakati qoidabuzarligi uchun 340 ming so'm jarima olgan. U buni vaqtida to'lamagan. Keyin jarima belgilangan muddatda to'lanmagani sababli undirish ijroga yuborilgan. Ijro jarayonida asosiy jarimaga ijro yig'imi, pochta yoki boshqa xarajatlar, ayrim holatlarda qo'shimcha to'lovlar ham qo'shilishi mumkin. Natijada odam 340 ming so'm deb yurgan qarz 4 ming yoki 500 ming so'mga yaqinlashganini ko'radi. Agar yana e'tibor bermasa, karta bloklanishi, hisobdan pul yechilishi yoki boshqa cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Yana bir misol, aliment to'lash kerak bo'lgan ota har oy 1 million so'm to'lashi belgilangan. U 3 oy to'lamadi. Qarz 3 million so'm bo'ldi. Lekin aliment bo'yicha qarzdorlik oddiy jarimadan ham jiddiyroq. Chunki bu bola ta'minoti bilan bog'liq. Ijro organi ish joyiga so'rov yuborishi, maoshidan ushlab qolishni yo'lga qo'yishi, qarzdorning mulki bor yo'qligini tekshirishi, avtomobiliga taqiq qo'yishi mumkin. Ayrim hollarda ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik masalasi ham ko'tariladi. Shuning uchun aliment bo'yicha hozir ijro etilmoqda degan yozuv chiqsa, uni hech qachon kechiktirmaslik kerak. Kredit qarzi bo'yicha ham vaziyat o'xshash. Masalan, fuqaro bankdan 20 million so'm kredit olgan, bir necha oy to'lamagan. Bank avval ogohlantiradi, keyin qarzni sud orqali undirishga harakat qiladi yoki notarial ijro yozuvi asosida undiruvga yuborishi mumkin. Shundan keyin ijro ishi ochiladi. Hozir ijro etilmoqda degan holat paydo bo'ladi. Fuqaro men bank bilan gaplashaman.
keyin to'layman deb yuradi. Lekin ijro jarayoni alohida ketaveradi. Bank bilan kelishuv bo'lmasa yoki ijro hujjati bekor qilinmasa, MIB o'z vakolati doirasida hisob raqamlariga, mulkka, daromadga cho'rlar ko'rishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda sizning nomingizga kredit, jarima, aliment, soliq, kommunal yoki sud qarz bo'lsa xavotir emas, aniq harakat qilish kerak. Xavotir olishning o'zi foyda bermaydi. Ikkinchidan, agar siz yaqinda sudda ishtirok etgan bo'lsangiz, lekin qaror natijasini bilmasangiz, bu yozuv sizga tegishli sud qarori ijroga o'tganini anglatishi mumkin. Uchinchi toifa avtomobil sotgan, lekin nomidan rasmiylashtirmagan odamlar. Mashina boshqa odamda yuradi. Jarimalar esa eski egasining nomiga keladi. Keyin eski egasi ilovada hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'radi va hayron bo'ladi. Aslida hujjatda mashina kimning nomida bo'lsa, javobgarlik ham ko'pincha o'sha tomonga keladi. Kim ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Agar siz to'lovni yaqinda qilgan bo'lsangiz, tizimda yangilanish kechikayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, 500 ming so'm jarimani bugun ertalab to'ladingiz, kechqurun esa hali ham hozir ijro etilmoqda deb turibdi. Bu ba'zida ma'lumotlar bazasi yangilanishi uchun vaqt kerakligi sababli bo'ladi. Lekin bu holatda ham to'lov chekini saqlash shart. Men to'ladim degan gap og'zaki bo'lsa, hech kimga isbot bo'lmaydi. Elektron chek, bank kvitansiyasi, to'lov topshirig'i yoki SMS ma'lumotni saqlang. Yana bir holat, bir xil FH yoki ma'lumotlar aralashib ketishi mumkin. Masalan, ism, familiya o'xshash. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan. Pasport ma'lumoti eski bo'lgan holatlar uchraydi. Bu kam uchrasa-da imkonsiz emas. Shuning uchun bu meniki emas deb o'ylasangiz ham tekshirmasdan tashlab qo'ymang. Aynan sizga tegishli emasligini hujjat bilan aniqlashtirish kerak. Eng katta tuzoq shuki, odamlar men xabar olmaganman, demak javobgar emasman deb o'ylaydi. Amalda esa davlat organlari sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingiz, elektron kabinetingiz yoki qonunda belgilangan xabardor qilish usullaridan foydalangan bo'lishi mumkin. Agar siz yashash manzilingizni yangilamagan bo'lsangiz, elektron xabarlarni tekshirmasangiz, bu ko'pincha jarayonni to'xtatmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, shaxsiy huquqiy gigiyena bo'lishi kerak. Ya'ni vaqti bilan o'zingizga nisbatan jarima, qarz, sud yoki ijro ishi bor yo'qligini tekshirib turishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hozir ijro etilmoqda. Har doim ham darhol katta muammo degani emas, lekin u e'tiborsiz qoldirilsa katta muammoga aylanadi. Masalan, 170 ming so'mlik kichik jarima bor. Odam mayli keyin to'layman deydi. Keyin muddat o'tadi. Ish ijroga ketadi. Ijro xarajatlari qo'shiladi. Hisob kartasidan pul yechiladi. Agar kartada pul bo'lmasa, cheklovlar turadi. Keyinchalik odam mashinasini sotmoqchi bo'ladi. Notarius yoki ro'yxatdan o'tkazish jarayonida taqiq borligi chiqadi. Shunda 1 ming so'mlik masala bir necha kunlik yugur-yugurga aylanadi. Uchinchi jihat hisob raqamlariga qo'yilgan cheklovlar. Ko'pchilik MIB faqat bitta kartamdan pul yechadi deb o'ylaydi. Aslida ijro organlari qarzdorning bankdagi hisob raqamlari bo'yicha ma'lumot olish va qonuniy asos bo'lsa, ularga undiruv qaratishi mumkin. Bu degani, sizning oylik kartangiz boshqa bankdagi omonat hisobingiz yoki tadbirkorlik hisobingizga ham ta'sir bo'lishi ehtimoli bor. Albatta, ayrim daromad turlari bo'yicha cheklovlar va alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin fuqaro buni o'zi aniqlashtirishi kerak. Bu pulga tegishmaydi deb taxmin qilish xavfli. 4-jihat, mulkka taqiq. Agar ijro hujjati bo'yicha qarz kattaroq bo'lsa, avtomobil, uy-joy, yer uchastkasi yoki boshqa mol-mulk bilan bog'liq cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, siz mashinangizni sotmoqchisiz, xaridor topildi, pul kelishildi, lekin ro'yxatdan o'tkazishda taqiq chiqdi. Xaridor kutmaydi, bitim buziladi. Sabab esa 2 yil oldingi sud qarori yoki to'lanmagan qarz bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta bitimlardan oldin o'zingizga nisbatan ijro ishlari bor yo'qligini oldindan tekshirish kerak. 5-jihat, chet elga chiqish cheklovi. Ham qarzda ham darhol bunday cheklov qo'yilmaydi. Lekin ayrim ijro ishlari bo'yicha, ayniqsa aliment yoki yirik qarzdorliklarda qarzdorning respublikadan chiqishi vaqtincha cheklanishi mumkin. Eng yomon vaziyat qachon bo'ladi? Odam aeroportga keladi. Chipta olingan, mehmonxona to'langan, ish safari yoki davolanish rejalashtirilgan, lekin chegara nazoratida muammo chiqadi. Shuning uchun men har doim aytaman, safarga chiqishdan oldin faqat pasport va chipta emas, ijro va qarzdorlik holatini ham tekshiring. 6-jihat, qarzni to'lash bilan ish avtomatik tugamasligi mumkin. Ko'p hollarda tizim yangilandi, qarzdorlik yopiladi. Lekin
ba'zan to'lov noto'g'ri rekvizitga tushishi, izoh noto'g'ri yozilishi, ijro ish raqami ko'rsatilmasligi yoki ma'lumot ijrochiga yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun to'lovdan keyin ijro ishi tamomlanganmi degan savolni alohida tekshirish zarur. Ayniqsa avtomobilda tekshirish zarur. Hisobga band yoki chetga chiqish cheklovi bo'lsa, bular yechilganini hujjat bilan aniqlang. 7-jihat. E'tiroz muddati. Agar siz qaror noto'g'ri deb hisoblasangiz, uni bekor qilish yoki ustidan shikoyat qilish uchun muddatlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu muddatlarni o'tkazib yuboradi. Masalan, sud buyrug'i bo'yicha qarz undirish holatlarida ayrim protsessual muddatlar bor. Agar vaqtida e'tiroz bildirilsa, sud buyrug'i bekor qilinishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Lekin bir necha oy o'tib ketgandan keyin men rozi emasman deyish ancha murakkab bo'ladi. Shu sababli yozuvni ko'rishingiz bilan ishning huquqiy asosini ko'ring. Qaror qaysi organ tomonidan chiqarilgan, qachon chiqqan, sizga qachon yuborilgan, shikoyat qilish muddati bormi? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rsangiz, men tavsiya qiladigan aniq tartib quyidagicha. Birinchi qadam, manbani aniqlang. Bu yozuv qayerda chiqdi? Bank ilovasidami, davlat xizmatlari portalidami, MIB tizimidami? Sud hujjatlari bo'yicha xabardami, YHX jarimalari bo'limidami? Har bir manba alohida ma'no beradi. Agar bank ilovasi ko'rsangiz, bankdan ijro hujjati raqamini qaysi organ yuborganini va qancha summa ushlab qolinganini so'rang. Bank biz bilmaymiz deb javob bermasligi kerak. Hech bo'lmaganda hujjat kelgan organ haqida ma'lumot berishi mumkin. Ikkinchi qadam, ijro ishi raqamini toping. Bu juda muhim. Ijro ishi raqamisiz, siz umumiy gap bilan yurib qolasiz. Raqam bo'lsa, MIB bo'limiga yoki elektron tizim orqali murojaat qilish osonlashadi. Ijro hujjati raqami, qaror sanasi, undiruvchi kim, qarzdor kim, summa qancha, ijrochi kim, qaysi hududiy bo'lim yuritmoqda, mana shularni aniqlang. Uchinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSSHIR, telefon raqam, yashash manzili kerak bo'ladi. Agar to'lov qilgan bo'lsangiz, chek yoki kvitansiyani albatta oling. Agar siz vakil orqali yurmoqchi bo'lsangiz, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar masala aliment bo'lsa, sud qarori, ijro varaqasi, to'lovlar tarixi, bank o'tkazmalari, tilxatlar, bolaning ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Kredit bo'lsa, kredit shartnomasi, to'lov jadvali, bank ko'chirmalari, qarzdorlik hisob kitobi kerak bo'ladi. 4-qadam, MIB yoki tegishli organ bilan yozma aloqa qiling. Og'zaki gap yaxshi, lekin yozma murojaat kuchliroq. Murojaatda quyidagilarni yozing. Menga nisbatan falon raqamli ijro ishi bo'yicha hozir ijro etilmoqda, holat ko'rsatilmoqda. Ushbu ijro ishining asosi qarzdorlik summasi, qo'llangan cheklovlar, to'lov rekvizitlari va ishni tamomlash tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar to'lagan bo'lsangiz, to'lov amalga oshirilgan, chek ilova qilinadi. Qarzdorlikni yopish va qo'llangan cheklovlarni bekor qilishni so'rayman deb yozing. 5-qadam, agar qarzdorniki bo'lsa, to'lovni to'g'ri qiling. Rekvizitni tekshiring. To'lov izohida ijro ishi raqamini ko'rsating. Imkon bo'lsa, aynan rasmiy ilova yoki rasmiy rekvizit orqali to'lang. Begona karta raqamiga men hal qilib beraman degan odamga pul bermang. Bu juda katta xato. Qarzni to'laganingizdan keyin ijrochiga chekni yuboring va ish yopilganini tasdiqlovchi ma'lumotni so'rang. 6-qadam. Agar qarz sizniki bo'lmasa yoki qarorga rozi bo'lmasangiz, e'tiroz tayyorlang. Bu yerda shoshilmaslik emas. Aksincha tez harakat qilish kerak. Qaror nusxasini oling. Qaysi muddatda shikoyat qilish mumkinligini aniqlang. Agar sud buyrug'i bo'lsa, e'tiroz berish tartibini tekshiring. Agar ma'muriy jarima bo'lsa, jarima dalillarini, kamera rasmini, avtomobil kimda bo'lganini, shartnoma yoki ishonchnoma bor yo'qligini ko'ring. Agar kredit bo'lsa, bank hisob kitobi to'g'rimi? Foizlar va penya qonuniy hisoblanganmi, muddat o'tmaganmi? Shartnoma shartlari buzilmaganmi? Bularni tahlil qiling. 7-qadam, cheklovlarni alohida tekshiring. Hisob raqam bandmi? Avtomobilga taqiq bormi? Ko'chmas mulkka cheklov bormi? Chet elga chiqishga taqiq bormi? Qarz yopilgach ham bu cheklovlar avtomatik yechilishini kutib o'tirmang. Rasmiy ravishda qo'llangan taqiq va cheklovlarni bekor qilish haqida qaror chiqarishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Ayniqsa mashina sotish, uy rasmiylashtirish yoki safarga chiqish rejangiz bo'lsa, bu masalani oldindan hal qiling. 8-qadam, barcha hujjatlarni saqlang. Men buni alohida ta'kidlayman. To'lov cheki, murojaat nusxasi, javob xati, ijro ishi tugatilgani haqidagi qaror, taqiq yechilgani haqidagi ma'lumot, bularning hammasi sizni keyingi muammolardan himoya qiladi.
Telefoningizda rasm sifatida saqlang. Elektron pochtaga yuboring. Kerak bo'lsa qog'oz nusxa qilib qo'ying. 9-qadam muntazam profilaktika qiling. Oyda bir marta davlat xizmatlari, jarimalar, soliq, va bank ilovalarini tekshirish odatga aylansin. Bu 10 daqiqa vaqt oladi. Lekin minglab yoki millionlab so'mlik muammolarning oldini oladi. Ayniqsa tadbirkor bo'lsangiz, avtomobilingiz bo'lsa, kredit olgan bo'lsangiz, sud yoki shartnoma munosabatlaringiz bo'lsa, bu tekshiruv siz uchun majburiy odat bo'lishi kerak. Demak, hozir ijro etilmoqda degan yozuv shunchaki texnik ibora emas. U sizga nisbatan biror talab amalda bajarilayotganini, qarz undirilayotganini yoki huquqiy jarayon davom etayotganini bildiradi. Eng to'g'ri yo'l vahimaga tushmaslik, lekin beparvo ham bo'lmaslik. Manbani aniqlang, ijro ish raqamini toping, hujjatlarni yig'ing. Qarz sizniki bo'lsa, to'g'ri to'lang. Rozi bo'lmasangiz vaqtida e'tiroz bildiring. To'lovdan keyin cheklovlar yechilganini albatta tekshiring. Sizda ham hozir ijro etilmoqda degan yozuv chiqqanmi? Qaysi holatda chiqdi? Jarima, kredit, aliment, soliq yoki boshqa masalami? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi.